Этот праздник день рождения, в нем живет печаль осенняя, потому что каждый год он настойчиво ведет годом нашим счет. Sana. Tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, qadrbanat insonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, bugun biz uchun juda go'zal, quvonchli va fayzli bugun siz aziz mehmonlar bir joyga yig'ilib yana bir bor birdamlik, mehr-oqibat va shodlikka to'la onlarni birgalikda his qilsangiz behad ko'rsatamiz. Barchangizga ko'r kayfiyat, baxt va quvonch tilagan holda Shovot tabrik ijodiy jamoasining mana shunday fayzli xonadonga tashrif buyurishning asl sababchisi. O'z tug'ilgan kunni yaqinlari davrasida yashagan hurmatli Gulnora xonajonimiz bo'ldi. Xonajonimizga siz muhabbat va samimiy quvonchli oqshom qo'ymas qalsaklaringiz bilan tabriklaymiz. Oynab bering yaxshi kun uchun, aman bo'ling baxtimiz uchun. Qirolicham onajonim, xushbo'y hidli gul rayhonim, duoingiz har dardga. Tabriklaymiz. Orzuli dunyoda orzular qilib, sara bu armonni bir chetga surib, yuragingiz yayrab rabbingiz qilib yashang bu dunyoda eng baxtli bir hurmatli Gulnora xonajonim. Sizni bu go'zal ayyomingiz bilan chin qalbimizdan muborak deb qolamiz. Hayotingiz bardavom, salomatingiz mustahkam, ishlaringiz esa doimo omadli bo'lsin. Hadyo mana shunday yaqinlaringiz yonida, farzandlaringiz bag'rida, nabiylaringiz qurshovida bo'ling deymiz. Yana bir bora davlat kunlaringiz muborak bo'lsin. Marhamat onajonim, sizga bugungi oqshomning eng go'zal savol berdisam. Onajon, ushbu surpriz kim tomonidan? Kutganmidingiz? Xursandmisiz? Kim nomidan keldik? Kim deb o'ylaysiz? Aynan kim deb o'ylaysiz? Marhamat taxmin qilib ko'ramiz. Şular bağlarım.
Ey rahmat, sog' bo'ling. Ushbu tabrikni xonadoningizning fayzi barakasi, yuragingizni bir parchasini judayam qattiq yosh ko'ruvchi, sevib o'rtoqlovchi umr yo'ldoshingiz va farzandlaringiz nomidan o'qib ketdi. Yaxshi o'qiymiz, konsertlar bilan tabriklaymiz. Yana bir Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar. Mani barimcha ko'rar. Qirolicha, 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 bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat yana bir bora muborak bo'lsin. Marhamat onajonim, mana shu farzandlaringiz nomidan ushbu ajoyib dil izhorlarini qabul qilasiz. Bizni mana shu darajalarga yetishimizga sababchi bo'lgan Isonim, jannatim onajonimdir. To'g'ri, sizga har doim yetarlicha rahmat aytolmagandirmiz. Lekin sizni barchamiz judayam qattiq yaxshi ko'ramiz. Ushbu fursatdan foydalanib, bizning mehringizni, e'tiboringizni ayirmaganingiz uchun katta rahmat onajonim. Boringizga shukr. Bizni baxtimiz, suyanchimiz, jannatimiz siz. Onajon, sizga mana shu ishlaringizdan ilohim kamida 10 tasini tilab qolaman. Sizni judayam qattiq yaxshi ko'ramiz deb aytdi. Angladim terim bilan xushro yuziga. Keksalik yoshlikdan etibdi judo. Men mushtoqdirman uning bitta so'ziga. Onamni sira ham qaritma xudo. Mehrdan kuch olib yashayman asli. Usiz boshimda har turli savdo. Men ojiz, bandanga rahmlar qilib. Onamni sira ham qaritma xudo. Kelmasin dardlarni yiroq qilnar. Ko'zini yoshlatmasin kipriklar hatto. Men endi qadrini bilganim sari. Onajonimni sira ham qaritma xudo. Tabriklaymiz baxtimizga, davlatimiz, otajonlarimiz, jannatimiz, onajonlarimiz sog' bo'lsin. Tabarruk kunlaringiz yana bir bo'lib ham pokiza sof iymonim ham davlatim g'animatim ham jannatim onajonim tomirimda oqqan qonim eng aziz inson dedim, davlatim, sulton dedim. Omon bo'ling baxtimga, jonim dadam, jon dadam. Otajon, marhamat. Otajon, bugun ertalab umr yo'ldoshingizni nimada tabrikladingiz? Marhamat, yana bir bora tabriklab, yaxshi qo'shingizni yetkazib qo'yishingiz mumkin. Marhamat, tabriklaymiz. Yaxshi, rahmat. Avvalambor shu gap turgan, qarindoshlar bo'lgan hamma aka-ukalarga rahmat. Odam inson dunyoga bir marta tug'iladi va shu 60 yoshda o'tib birga umr ko'rdik. Shu xonadonda bu ham qaynonalik, ham onalik mehrini ko'p qilgan. Shu karamzod hammadan keyin keldi. Shular parvarishlab, o'qishda hamma narsa ko'makchi bo'lgan. Shu ota-onamizdan minnatdor bo'lib ketdi. 90 yoshda o'tdi ular bu dunyoda. Shuning uchun bunga uzoq yosh keyingi har bir narsalarimiz kamlik qiladi. Hali kengroq qilib, yaxshi qilib, Xudo xolasa yana shunday tadbirlar ko'p qilamiz. davlatim biringiz jannatim tugamas siz uchun aytilar rahmatim biz uchun haramda quvonchga to'yingda. Assalomu alaykum davlat qatnashchilari. Bugun shunimizda 60 yosh to'lgan munosabati bilan görüşüp o'tirganmiz. Doim shu uyimizda, jumladan uzoq umr, keng davlatlarimiz sog' salomat shu bola-chaqa hayotda yurmak nasib etsin. Xudo rahatini ko'rsin. Hammaning xonadoni shunday yaxshi yo'lda qolaversin. Bugun tabriklayman.
Bir-biringizni suyanışı yürüyüşü nasip etsin. Şokdan güyleyman dadacanım beni, anacanım beni, Aman bayım tebriklemen, ömürler uzak olsun. Şu evimde sağ selamet oynayıp yürüsünler. yanımda parvanem beni. Yaxshi rahmat. Yana opama uzoqlashgan joylar deyman. Hamisha oldimizda o'ynab turib ekanlar, sog' salomat yursinlar. Rahmat size. Menem şu biyimi, hem enemiz hem biyimiz. Tebrikler, doğanınız bilen biyiz. Özünüz istegençe yaş versin. Ağam bilen koşa karıp bağlansı, baxt yalanına siyanıp, siyengen tağımız bu birine hemşe. Anacanım beni, anamda ikiniz, yeganem beni. Benim şu günlere halama uzak yaş dilemen. Özü Allah istegençe yaş bergey. Cümeze daim bilen den yaşap, den karıp, çoğul kızlarının rahatını görüp bilgeyiz. Vaktimize hemişe sağlama yürgeyiz. Anacanım beni, halkım yanımda. Yaxshi, manam bir yaxshi yigit. Mana bir bizlar yaqinda sizga birgina quvvatlaring bilan tabriklayman. Va inshaalloh taolani bergan yashinasiz va ular shu farzandlarimizga hammamizni boshimizga yoraylar. Sog' bo'linglar. Tebriklayman. Bilan uzoq yosh versin. Sog'lom bilan tantajlik. Şu bağlar bilen bahsadatdan yürütmek necil etsin. Artıklara, çoğuluklardan nesine. Bilen şu hemşe şimdi oluyorlar. Çaylar böyle gel. Yanımda oynayın ana yığlamak, kurbansız gecenemde. İyi haber, doğum günlerinizden tebriklemen. Vaktimize şarkı yürgeysizler. Daim sağlıklarınıza bereket versin Allah'ım. Hemşe sağ salamat oynap yürgeysizler. Prezentleriniz vakti tamamı yürgeysizler. Tebriklemen. Veremem razılığım alayım, gözlerden öpemem. Yaxshi günlarni doğum tebriklayman. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Jumazarog'im bilan qo'shaqar bo'lsinlar. Hamisha farzandlarimni rohatini ko'rib, ular farzandlari hojatdan hojara qilishib qilib yurganda tabriklab kelib o'tirish nasib etsin Xudoyim. Umringiz uzoq bo'lsin deyib tabriklaymiz. Sizni bir yaxshi ko'ramiz. Razılığım alayım, gözlerden öpemem. Bağlarda gül veremem, anamda gül veremem. Razılığım alayım, gözlerden öpemem. Tebrikimiz ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onani tarifi yo'q, mehri boshqacha. Ikisi hamki 90 yoshgacha ona bor dunyoda yashash boshqacha. Marhamat onajonimizdan ajoyib tilaklarimizni qilamiz. Marhamat tabrikimiz. Assalomu alaykum janob qatnashchilari. Mana bugun ikkamiz kunlarni 60 yosh yubiy ekan. Shu fursatdan foydalanib uzoq yosh keng davlat tilayman. Xudoyim umrlarini oxirlarini o'ntib, natija sizda yurgaylar, qorliq keltini suvga bizardik. O'g'il qizlarini ortiq cho'g'liqlarini sonini bilib yurgaylar Xudoyim. Menazardan o'zi bitirishga tengqorlik, suyanishib yurgaysizlar bir-biringizga. Rahmat qizim. Mübarek yaşınız.
Ben bugün bizi seninle şunun bir 60 yaşın tebrikliyimiz. Tulayım şu yaşındasın ben birgeden fayda bilmek eser edecek Tulayım. Sağlık amanlık Tugay. Yurtlardan çıkaraklı Tugay. Şuradan bağların derdinde sağ salamet yürgeyle Tulayım. Anam bana kenem Tulayımdır ama soğuk. Gelin erkek oturmak eser edecek Tulayım. Sağlık amanlık Tugay. Hemşe vakti koşulda yurtlar tüm Tugay sizler vaktiniz Tugay'ın falan. Sağlık amanlık Tugay'ın. Hemşe günler mercimenize 100 yaşlarına girgenden şimdi birinizin de biri yürgeyle Tugay'ın. Oyna dileğini ben. Tugay'ın. Kudayım 100 yaşlarında da şu hiç gün nurunu içmezsen çıkadıklar bu iş nasip etti. Cümlezer bilen din yaşat, din karlık yaşlarını sürür, aklı, çoğulak, yumruklar gibi bulduruş bulara nasip etti. Yurtlarımız tinç boğay, hemen havalarında uylar boğay, yakşı güller boğay. Şimdi koşalak bayramlara kudayım oynap bir bizi yediremendi. Kudayım şu nimet canım olmasa şu gelinek gelip, uylanmak gelip oturuş hemen bize nasip etti. Kudayım ne dilekleriniz olsan ve başka? Kudayım. Dadagim yapringiz bo'lmasin ado. Aziz bo'lishingizni asrasin Xudo. Qalbingiz doimo quvonchga to'lsin. Tabriklar ko'zlaringiz yana bir bayram muborak bo'lsin deymiz. Marhamat, tabriklaymiz. Neler dileklerimden katkıdan dileklere koşmamam. Bunlara diyme, öğrenme, sağlık, selametlik, kanadanlık, kımsız, kadırganlık dileğine. Ülkemlerde vakti saadetini görüp, rahat yaşa, attıklarını, soylarını görüp, cümene zararından koşakarıp, köp yıllar umur güzel alıp, Kudayım özleri istegence umur vergey Kudayım. Şu dövredeki hemen birinci bayramları bilen, koşalak bayramları bilen tebrikler koyalım. Saçingizga oqronar yo'q. Bir tebrikimiz. Allah'ın hatlarını göreyim ve geçin. Siz yaşlarınızdan kıyas tebrikle oturmayın. Kelinlik kirmagan qizi deb bilgani, qaynona bo'lmagan onam deb bilgani, ey qalbim malaga shu so'zim bilgani, odamning qizi bo'lib munis ayoli marhamat, kelinlardan ajoyib tilaklarni shukramiz, marhamat, tabriklaymiz. Assalomu alaykum ben şu yaş günümde yabutralarım için sizlere rahmet. Eneme uzak umut dilerim. Özü isteyince yaş versin. Atam bilen denk arıp bizlerle ferzentlerimizi, baxt kamalımızı görüp oturuş nasip etsin. Hemşe yanımızda oynayıp gülüp bizlerle bahtımızı görüp etsinler. Ömürler uzak olsun. Tebrikler. Rahmat, apamızı apayı üstünden imdelet eken bilen vaktıma sağ olsun. Sağlık olsun, hemmenize rahmet. Kırlar sabahın aldın, gah kimge yanıp, kimge yol
bolmasın. Orzu qiling, armon bolmasın. Keyingi kunga qarshirang asta. Alloh yo'lingizga omad bolmasin deymiz, marhamat. Agar tug'ilganingiz bilan tabriklayman. Ilohim bizani baxtimizda hamisha sog' salomat yurgaysiz. Hammamiz sizni yaxshi ko'ramiz. Otam bilan hamisha baxtimizga sog' bo'lasiz. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Erkaligimda faqat sizga shunday boladay qoldim. Goh yolg'on mehrlar saboqin oldim. Goh kimga yalinib, kimga yo'raldim. Tabriklaymiz. Tilaklar ichida esda topganim. Alloh nigohlarim sizga qarasin, yegona do'chim Allohim bu uchun sizdek insonlarni ko'proq yarasin deymiz, marhamat. Bana opa tebrikler. Uzak yaş, keng davlat. Duolarga vardı, rahmatga ko'rib, yuzlar bilan yuzga birgaysizlar. Eng yaxshi tilaklar siz uchun. Marhamat, endi astronom ishini ko'tarib keyfiyati navbatni xorazmcha bo'lgan keng raqsi bermas matamaslar uchun marhamat o'z chekisida grafizga taklif etamiz. Yarashgan yorim meni, gözlerin gözlerime, yüzlerin yüzlerime, bak beni üzgüneme, yarashgan yorim meni. Tımalak, kapkara yüzlüm meni, kuşuray, ferişte yüzlüm meni. Tımalak, kapkara yüzlüm meni, kuşuray, ferişte yüzlüm meni. Arzuyumdaki aşık zarın bugün, bir sevdep yaşar yürgün afalı yarın bugün. Arzuyumdaki aşık zarın bugün, bir sevdep yaşar yürgün afalı yarın bugün. Gerekse canımı verin yakımlı kül gücüne, yok yok deme bir gubarım külünde bağırım bugün. Gerekse canımı verin yakımlı kül gücüne, yok yok deme bir gubarım külünde bağırım bugün. Tımalak, kapkara yüzlüm beni, kuşuray, ferişte yüzlüm beni. Tımalak, kapkara yüzlüm beni, kuşuray, ferişte yüzlüm beni. Yüzlerin gözlerime, yüzlerin yüzlerime, bak beni üzgüneme, yaraşkan yarım beni. Yüzlerin gözlerime, yüzlerin yüzlerime, bak beni üzgüneme, yaraşkan yarım beni. Tımalak, kapkara yüzlüm beni, kuşuray, ferişte yüzlüm 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 beni. Devam edemiz. Aldamçı yaş görmeyen, kapakına bir cindik. Aldamçı yaş görmeyen, kapakına bir cindik. Hatta enem öpmeyen, hatta kıyaş görmeyen, kapakına, sakakına, dudakına bir cindik. Oyey, aka aka aka, hey, vaka vaka vaka, hey, aka aka aka, kişnek, vaka vaka vaka, hey.
Rica devam ederiz. Yarım basınma, oynap durganыңды көріп айран қалыппан. Ойна, ойна, нығарым, ойна. Салдақсы так, қара шашыңа, шырағыңды шақ, ярым басынма. Ойнап тұрғаныңды көріп айран қалыппан. Ойна, ойна, нығарым, ойна. Ayırmasın kara kalpak balağına. Saldak tak, kara şaşınma. Şırağındı şak, yarım basınma. Oynap durganыңды көріп айран қалыппан. Ойна, ойна, нығарым, ойна. Saldak tak, kara şaşınma. Şırağındı şak, yarım basınma. Oynap durganыңды көріп айран қалыппан. Oyna, oyna, nıgarım, oyna.
rahmat, sog' bo'linglar. Sochotida bezovta qilib, eng insonlar safida turib so'zlarimni g'udasa bo'lib deymas, tavallud kunlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. E'tiborli uchun katta rahmat. E'tiboringiz markazida Shofo tabrik ijodiy jamoasining vakilasi Oynur Azaripov bo'ldi. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi mana shunday foizi kunda siz kabi aziz va mo'tabar insonlar bilan ko'rishguncha sog' salomat bir yana bir bora tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Sabr qilamiz.